O'zbek tomoshabinlariga Layla serialidagi maftunkor qiz roli bilan yaxshi tanish bo'lgan Cemre Baysal bugungi kunda Turkiya kino olamining eng talabgir va iste'dodli aktrisalaridan biridir. Qizig'i shundaki, u talabalik yillariga qadar aktrisa bo'lishni umuman xayoliga keltirmagan. Cemre Baysal 1999-yil 5-fevralda Izmir shahrida oddiy va ahil oilada dunyoga keldi. U oilada ikkinchi farzand bo'lib, Midhat ismli akasi bor. Uning kelib chiqishi turfa madaniyatlarga borib taqaladi. Otasi Bolqon muhojirlaridan, onasi esa asli urfalikdir. Men katta va mehribon oilada voyaga yetganman. Bolaligim ko'chalarda, sarguzashtlar va hayajonli lahzalar ichida o'tgan. Bu muhit mening doimo quvvatga boy bo'lishimga asos bo'lgan deb xotirlaydi aktrisa. Bolaligidanoq tasviriy san'atga bo'lgan ishtiyoqi sababli ota-onasi uni san'at maktabiga berdi. Cemre avval Ilay Saygin nomidagi oliy nafis san'at maktabining rassomlik bo'limini, so'ngra Egey universitetining rassomlik fakultetini tamomladi. Aynan universitetdagi muhit va talabalar teatri unda kino san'atiga nisbatan kuchli mehr uyg'otdi. Cemre 2014-yilda atigi 15 yoshida kinodagi debyutini amalga oshirdi. Birinchi kastingdagi hayajonini u shunday xotirlaydi. Rejissyor bilan uchrashganda juda ham uyalganman, lekin birdan ichki kuch bilan kurtkamni yechdim-da, men buni uddalayman, qani boshladik deb aytdim. Shu tariqa u Yeshil dengiz serialida Gonja rolini qo'lga kiritdi. Keyinchalik uning faoliyatida muhim burilish yasagan loyihalar ketma-ket kela boshladi. 2017-yilda u Ismsizlar va Sulton Abdulhamid loyihalarida, 2018-yilda Dasht va uni jahonga tanitgan Qo'limni qo'yib yuborma seriallarida, 2021-yilda esa Taqdir o'yini, Baxt o'yini seriallarida rol o'ynadi. Baxt o'yini serialidagi roli uchun aktrisa nufuzli Oltin kapalak mukofotining boshlovchi yulduz yo'nalishida g'olib bo'ldi. 2024-2025-yillarda Sevgi haqida film va ayni damda hitga aylangan Layla seriallarida suratga tushdi. Garchi ayrim hayterlar uning tashqi ko'rinishini doim qo'g'irchoqdek bir xil deb tanqid qilishsa ham, Cemre har bir yangi roli orqali o'z mahoratini isbotlashga harakat qiladi. Cemre va aktyor Aytaç Shashmas o'rtasidagi munosabatlar Taqdir o'yini suratga olish maydonchasida boshlandi. Ular bir necha bor ajralishdi va qayta topishishdi. 2022-yil kuzda ularning ajralgani haqida xabarlar tarqaldi. 2024-yil may oyida esa ular bir-birlariga yana ikkinchi imkoniyat berishga qaror qilishdi va munosabatlarni qayta tiklashdi. 2025-2026-yillarda esa ularning butunlay ajralishdi degan mishmishlar tarqaldi. Biroq bir necha hafta o'tmay juftlik yana birga ekanligini rasman tasdiqladi. Muxlislar ularning bu o'ziga xos ishqiy munosabatlarini yaqin orada nikoh bilan yakunlanishini intizorlik bilan kutishyapti. Hozirda Cemre nafaqat seriallar, balki reklama biznesida ham eng qimmatbaho yulduzlardan biri hisoblanadi. Bo'sh vaqtida u hamon rasm chizadi, sayohat qiladi va pazandalik bilan shug'ullanadi. Uning hayot falsafasi juda ham oddiy. Men har doim taqdirga ishonganman. Agar bir narsa men uchun xayrli bo'lsa, u albatta sodir bo'ladi. Tushkunlikka tushishdan ko'ra baxtni tanlayman, deydi aktrisa. Cemre o'z qomatini saqlash uchun muntazam ravishda sport bilan shug'ullanadi va kam kaloriyali sog'lom retseptlar ixtiro qilishga qiziqadi. 2026-yilga kelib Cemre Baysal Turkiyaning eng boy va ta'sir doirasi keng ayol san'atkorlar reytingida yuqori o'rinlarni egallab kelmoqda. Sizga-chi, qadrli muxlis, uning rollari yoqadimi? U haqdagi fikr-mulohazalaringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Layla serial haqida qanday fikrdasiz? Serialni tomosha qilyapsizmi? Bu haqda ham albatta yozing.